O'z yilini legendasi bo'lgan T28. Bu texnikamiz do'stlar sotilmas ekan. Bunga har qanday zapchast kerak bo'lsa, bu akalarimizda bor ekan. To'g'ri berishar ekan. Balon deysizlarmi? Keyin bu yerda kultivasiyamiz ham bor ekan. Bu nechilik bu? 60 lik ekan. 60 qo'shqotirgan bo'lar ekan. Bu narxi 7 million ekan. Manzilimizni aytib o'tamiz. Bu oldilar ekan. Manzilni aytib o'taman. Dang'ara tuman Ovul qishlog'ida ekan. Shu katta yo'lni bo'yida mana bu yerda Elbekjon zapchas do'koni bor ekan. Taxta, kerak har xil to'sinlar bor ekan. Shu yerda traktorlarni maydalab pachaqlashar ekan. 28 texnikalaringga qanday zapchas kerak bo'lsa, xudo xolasa hammasidan topib berishga harakat qilishar ekan. Balon deysizlarmi, oldigami, chayon, kabina deysizlarmi, qayerga kimga qayeri kerak bo'lsa olib beraverasiz aka. Bartavoyimi, karabka, zatnumos. Shu yerda akalarimiz maydalashyapti. Bu akamiz ham ishlayver ekan qayda bo'lsa. Mana inak uy bersa, bartavoylar, eshik, skorchak. Yotib olaman qo'ying. Toshlar. Bu yerda har xil razmerdagi trubkalarimiz, baklarimiz bor ekan, silindr, blushtir. Kimga qayeri kerak bo'lsa topib beraverasiz aka, xudo xolasa. Bo'ldi. Balonlar deysizlarmi, rabochiy. Katta balonlarimiz ham bor ekan. Yana texnikalar kelyapti yo'lda. Yana texnikalar olib kelishyapti ekan so'ygani. Qanaqa texnikalar kelyapti? Endi TTZ bilan belar aka. TTZ bilan berasiz. U ham so'yiladi. U ham so'yiladi aka. Paramotor belar. Shu holatda. Nomerni aytib o'tingchi. 97 590 9600. 9600. Ekran pastiga yozib ham qo'yamiz aka. 24/7 ishlaydi aka. 24/7 bemalol telefon qilaversa, har xil aynaklar deysizlarmi. Texnika o'zingiz qarab binar ekansiz-a, cho'tki qilib. O'zimizga atab nimaga ham yasaganmiz. Masalan, kompressorlargacha qo'yishib, buni ham bir ko'rishadi-da. Ishlari. İçlerini ham ko'rsatib qo'ying. Super salon ekan, super salon. Cho'tkim aka yurishi buni? Javob aka, ani yurgizib ham beraveraman xohlasangiz. Gap yo'q.